Assalomu alaykum. Bugun biz raqamli texnologiyalar va innovatsiyalar fanidan raqamli texnologiyalar va ularning rivojlanish bosqichlari mavzusini ko'rib chiqamiz, ya'ni birinchi dars. Siz hozir ekraningizda ko'rib turgan narsa bir tartibsizlikka o'xshaydi, ammo ishoning yoki ishonmang, bu tartibsizlikning ham o'ziga yarasha tizimi mavjud. Bu yerda aynan hamma narsa raqamli texnologiya bilan bog'langan. Ya'ni bu yerdagi barcha narsalar oxir-oqibat birlar va nollarga bog'liq bo'ladi. Keling, hozir buni bir boshidan boshlaymiz. Misol uchun men bitta joyni olaman, keyin soat yo'nalishi bo'ylab ko'rib chiqamiz. Misol uchun hardverdan oladigan bo'lsam, bu raqamli qurilmaning jismoniy qismlari, ya'ni ushlab va sezib bo'ladigan detallardir. Masalan, telefon yoki kompyuter ichidagi plata va simlar, videokarta yoki misol uchun suyuqlik bilan sovutish tizimi ham hardver hisoblanadi. Bularning barchasi hardverdir. Endi softver esa boshqa tomondan operatsion tizim darajasida ishlaydigan raqamli ma'lumotlardir. Kompyuter operating system, ya'ni kompyuter uchun mashhur operatsion tizimlarga Windows, Mac va Linux kiradi. Smartfonlarda esa odatda iOS yoki Android bo'ladi. Boshqa tizimlar ham juda ko'p, lekin vaqt kam. Shuni aytib o'tish kerakki, operatsion tizimlar biz odatiy deb qabul qiladigan ko'plab vazifalarni bajaradi. Masalan, siz hozir kompyuterdan foydalanayotgan bo'lsangiz, u sizga sezdirmay juda ko'p funksiyalarni bajarayotgan bo'ladi. Misol uchun nollar va birlar yuboradi, videoni sizga ko'rsatadi, boshqa qiladi. U sizga ko'rinmaydigan juda ko'p ishlarni bajaradi. Endi tarmoqlar, networking. Networking juda katta soha hisoblanadi. Hamma internet deb ataydigan ulkan tarmoqlar tizimini biladi. Bu internet orqali saytlarni ko'ramiz, Zoom orqali ma'lumot qilamiz, 5G orqali test hisoblashda foydalanamiz va turli aqlli qurilmalarni internetga ulaymiz. Hatto internetdan ham chuqurroq dark web tomon o'tish ham mumkin. Har qanday raqamli tarmoq aslida Morze kod yuboradigan telegrafga o'xshaydi. Bittasi kod yuboradi, bittasi ishni protsessni bajaradi, bittasi javob qaytaradi. Endi kodingga keladigan bo'lsak, koding. Biz bu ma'lumotlarni koding orqali boshqaramiz. Bu soha ishlovchilar dasturchilar deb ataladi. Ular turli dasturlash tillaridan foydalanadi. Oddiy machine codedan tortib bolalar Scratch kabi ishlatadigan blokli kodlargacha mavjud. O'rtada esa Java, Python, JavaScript, PHP shu kod dasturlash tillari mavjud. Keyingi darajalarda dasturchilar haker deb tasavvur qilish mumkin. Ular koddagi zaifliklarni test yoki yomon maqsadlarda foydalanadi. Endi cyber security sohasi esa kodlarni mana shunday hakerlardan himoya qilish bilan shug'ullanadi. Ya'ni hakerlikni oldini oladi, ularni yo'lini to'sadi, xavfsizlikni oldini oladi. Endi sun'iy intellektga keladigan bo'lsak, AI. Kod oddiy kompyuterdan tashqariga ham ishlatiladi. Masalan, changyutgichga kod yuborsangiz, u robotga aylanadi. Masalan, Romba robot changyutgichi kabi. Kod juda murakkablashsa, u o'z atrofini tushunishni ham boshlaydi. Shu ikki g'oya birlashsa, Terminator kabi narsalar paydo bo'ladi. Bu esa bizni AI sohasiga olib kiradi. AI machine learning yuzni aniqlash, deepfake videolar va boshqa aqlli texnologiyalarni taqdim etadi. Kelajakda AI inson miyasi darajasiga yetadi degan nazariyalar ham mavjud. Lekin hozircha bunga shoshilmay turgan ma'qul, chunki hozirgacha bu darajaga yetmagan va inson eng mukammal mavjudot sifatida ko'riladi. Endi development, ya'ni dastur ishlab chiqish. Development o'zi yaratuvchi, dasturchi degan ma'nolarni bildiradi. Development juda katta soha hisoblanadi. Koding uning faqat bir qismi bo'ladi. Men developmentni 3 ta asosiy qismiga ajratdim. Web development. Birinchi web development. Bu veb-saytlar va veb ilovalar yaratish bilan shug'ullanadi. Bu sohada turli ishlar mavjud. Masalan,
Wix yoki WordPress orqali sayt dizaynini yaratish yoki SQL orqali serverning backend qismini ishlab chiqish. Asosiy maqsad odatda ma'lumot almashish bo'ladi. Masalan, ijtimoiy tarmoqlar odamlar orasida ma'lumot almashadi. Wikipedia foydalanuvchilariga ma'lumot yetkazadi. Amazon orqali mahsulot sotib olish ham ma'lumot almashishning bir turi hisoblanadi. Ya'ni bir-biriga muloqot ma'lumot almashishning bir turi bo'ladi. Keyingisi App Development. Ilova yaratishda odatda IDE deb ataladigan dasturlash muhiti ishlatiladi. Agar yaratilgan ilova juda qiziqarli bo'lsa, u Game Developmentga yaqinlashadi. Bunday holatda dasturchi Unity kabi Game Engine'dan foydalanadi. Endi Entertainment, ya'ni Tools. Video o'yinlar juda qiziqarli va ko'ngilochar hisoblanadi. Bu bizni entertainment sohasiga olib kiradi. Ya'ni jihozlar. Bu yerda ko'rishingiz e-commerce, selling, boshqalar. App development ko'rishimiz mumkin. App development bu ilova yaratuvchi hisoblanadi. Ya'ni telefon ilovalari application development hisoblanadi. Bu developmentning asosiy yo'nalishlaridan biri deb qarasak ham bo'ladi. Game development esa o'yin yaratadi. Boya aytib o'tganimizdek, kompyuterga bo'lsin, telefonga, planshetga yoki qanaqadir PlayStation qurilmalariga farqi yo'q. O'yin yaratuvchi dasturchi hisoblanadi. Endi entertainmentga keladigan bo'lsak. Entertainment video o'yinlar juda qiziqarli va ko'ngilochar hisoblanadi. Bu bizni entertainment sohasiga olib kiradi. Bu ikki qismga bo'linadi: interaktiv va streaming. Streaming audio, video va o'yin kontentlari orqali uzatiladi. Masalan, Pandora, Netflix, Stadia. Kreativ dizayn. Bunday kontentlarni yaratadigan insonlar kreativ hisoblanadi. Raqamli texnologiyada alohida kreativ dizayn sohasi mavjud. Masalan, Photoshop orqali rasm tahrirlash mumkin. Animatsiya harakat illyustratsiyasini yaratishdir. Keyingi bosqich esa 3D hisoblanadi. 3D dizayn, 3D print, video o'yin grafikasi, fizik simulyatorlar, vizual effektlar va CGI kabi ko'plab sohalarni o'z ichiga oladi. Masalan, Toy Story filmi. Video juda katta soha hisoblanadi. Animation bu animationda harakatga keltirish deyiladi. Animation o'zi ya'ni robotlarni harakatga keltirib multfilm yasash, ko'proq multfilm yasashlarda foydalaniladi. Ya'ni bu personaj real bo'lmagani sababli buni harakatlantirish animatsiya orqali bajariladi, animation orqali bajariladi. Endi bu yerda ko'rib chiqishingiz mumkin 3D printing, sandbox, CGI, video, screen capture, video editing. Ular hammasi bitta tarmoqqa bog'lanadi. Bitta raqamli 0 va 1lar bilan ishlaydi. Audio va video. Bu juda katta soha. Videolarni tahrirlash uchun turli dasturlar mavjud bo'ladi. Ko'plab videolarda audio ham ishlatiladi. Audio sohasi esa videodan ham kengroq. Masalan, Audacity orqali audio tahrirlash, BFX Air orqali ovoz yaratish, GarageBand orqali musiqa yaratish mumkin. Agar elektr gitara ovozini kompyuterga yozmoqchi bo'lsangiz, sizga maxsus raqamli uskunalar kerak bo'ladi. Endi equipment, ya'ni jihozlar. Equipment qatoriga sichqoncha, klaviatura, Kindle, USB, flashka, VR headset, Air headset kabi qurilmalar kiradi. Ular to'liq kompyuter tizimi bo'lmasa ham raqamli hardware hisoblanadi. Va mana shu bilan biz yana boshiga qaytdik. Ya'ni aylanib keldik. Men bu xaritani sizlar uchun qoldiraman. Agar kerak bo'lsa, descriptionni tekshiring. Hozircha shular yetarli hisoblanadi. Keyingi safargacha salomat bo'ling.